Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar. Hozirda bizda bo'lib to'lash evaziga mototsikllarimiz bir qator tushuntirib o'taman. Narx-navosiga qarab oldindan demak 5 million, 10 million, 7 million har xilcha to'lovlarda bo'lgan, qolganini o'zini puliga bo'lib to'lash evaziga mototsikllarimiz bor. Kabina mototsikl roldan polni pechkalar ishlaydi 350 kubalik Honjidan. Oldindan 30% to'lov qilinadi, qolgani o'zini puliga bo'lib beriladi. Naqd pulga 41 million so'm, bo'lib to'lashga ham 41 million so'm. Demak, kabinali, elektrический kabinali mototsiklimiz naqd pulga 15,5 million so'm, 30% to'lov o'sha 15 millionni o'zini to'lab berishga. 14,5 million so'm kabinasi yo'qdan bor. 30% to'lov bilan demak bo'lib to'lashga o'zini puliga chiqarib beramiz. Bundaqa yangicha variantimizdan kelgan. Polni yopilgan, bemalol yomg'irda, qorda haydasa bo'ladi. Xo'sh. Ya Allah. $11,5 million so'm do'stlar, elektrический. 3 kishilik, orqaga 2 odam oladi, oldiga 1 kishi. 30% to'lov bilan bo'lib to'lashga chiqarib beramiz. Qaysi texnikamiz yoqsa bemalol aloqaga chiqib savdolashishingiz mumkin do'stlar. Naqd pul bo'lsa, yana ham kelishtirib beramiz. Elektrический 2 oyoqli so'ragan akalarimizga elektrическийlarimizdan bor. Skuterchalarimiz 2 oyoqlilar. Qimmati 6 million 700 ming so'm. 5 ta akkumulyator bo'ladi. Qolgani pastga qarab ketaveradi. Demak, 4,5 million so'm, 5 million 500 ming, 6 million 500 ming, 6 million 700 ming. Xo'p, benzinlimiz bor, bu $1000 13 million so'm. Demak, oldindan 30% to'lov bilan qolganini bo'lib to'lashga chiqaramiz. O'zini puliga 1 so'm qo'shilmaydi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bo'lib to'lash evaziga chiqarib beramiz. 4 ballonli kvadrotsikl so'raganlar aka-ukalarimizga ham kvadrotsikillarimiz ham bor. Skladda. Demak, uni ham 30% to'lov bilan chiqarib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaringiz mumkin.